20 ming dollar pul ketdi dedim, nimasiga deb so'rashdi. Hozir bitta o'tirib hisoblab chiqdim, 30 ming dollarga. Mashinadan tashqari tuningning o'ziga shuncha pul ketib qoldi. Bitta like bosib tursanglar, xudo xolisa, to'liq obzor qilib beraman. Akalar, bitta narsaga kelishib olaylik. Men aytib ketaman, sizlar hisoblab turasizlar narxini. Mashinaning eng ochayotgan narsasi bu rangi bo'ladi. Qizil candy rangda sepilgan. Kraskasiga 2000 dollar pul ketdi. Oldi orqa bamperlari 2000 dollar, tegidagi spoilerlari bilan. Orqasidagi glushitillari original Brabus'ga qo'yilgan. 20 razmerli diska taqilgan, 1400 dollarga tushgan. Oldi fari va orqa fari 500 dollar. Ikkita bokovoy Mercedes 205 ga 500 dollar. Panoramli tom Malibu 2.2 qo'yilgan 1800 dollar. Oldiga lidar, buni ichida Neoline'ni eng oxirgi bilasizlar modeli turibdi, 600 dollarga ustanovkalar bilan tushgan. Bu Gentra'ning ichiga o'tirgan odam Mercedes ichida o'tiribman deb o'ylaydi. Uchrashinglar bilan birinchi bo'lib torpedka, tablo, konsolli ko'zinglarga tushadi. Общий mana shu torpedka, konsol, deflektor, yasash, perdelka, koja tikishlari bilan 3,5 ming dollar ketgan. Monitori 500 dollar, limit kontrol qo'yilgan 300 dollar. Rul 300 dollar, rulovoy, ya'ni Mercedesga polni kuch chiqadigan qilingan 1200 dollar. Skorsi rulga o'tkazganmiz 1200 dollar. Malibu tablo, podsvetkalari, e-start stop knopkalarini hisoblamayapman. Patolog Alicantara, Malibu plafon, stoykalari, remeni, общий pokraskalarni salonlari bilan yana 1000 dollar qo'shib qo'yasiz. Sidena 206 eng oxirgi modelniki 1800 dollar qo'shib qo'yasiz. Bu mashinada ishlamaydigan knopkani o'zi yo'q. Включателlarni hammasini, soatlari, avarinkalari, klimat kontrollari, multimedia sistemasi, hamma knopkalarni, ruldagi multimediasini ham ishlatib qo'yganmiz. Izolyatsiya 600 dollar, apparatura usilitillari bilan qo'yilgan 600 dollar, karbon eng qimmat narsalardan bittasi. Bu original kovanli karbon hisoblanadi, 1200 dollar va 4 ta обшивка, установка, включатellari bilan yana 1500 dollar qo'shib qo'yasiz. Eshak motorni olib tashlab, biz Malibu 1.5 turbinali 200 ot kuchli stok holatli motorni qo'yib berganmiz. Tormozli sistema, ABS, rulovoy, korobka, hammasi Malibu 2.2 qo'yilgan. Общий 5500 dollarga ustanovkalari bilan Namanganning Ulug'bek ham avtokling servisda qilib berganlar. Valvalin moylarini quyganmiz. Bilasizlar, Valvalin quygan odamga bu mashinani podarka qo'yamiz. Xullas, shu yerda tugaydi. Xudo xolasa 22-da sizlarni shu yerda kutib qolamiz. Shu mashina ham shu yerda bo'ladi.